libosni Quyoshga qarab oqqan suv degan kitobni o'qib chiqdim va buni o'rtog'imga ham tavsiya qilaman. Hikmatidan voqif emasdir kishi, bo'lmadi bu ish kishining chin ishi. Alisher Navoiy. Bunda bir hikmat bor kitobi juda ham tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan kitobligi uchun sizlarga ham tavsiya qilaman o'qib chiqishinglarni. Har bir xalqning o'ziga xos urf-odati, an'analari va madaniy merosi bor. Milliy libos ana shu bebaho merosning yorqin timsolidir. Bugun milliy liboslarimiz zamonaviylik bilan uyg'unlashib, kundalik hayotimizga qaytmoqda. Ular nafaqat bayramlarda, tadbirlarda, ishda, kundalik turmushda ham faxr bilan kiyilmoqda. Chunki milliy libos bu bizning milliy g'ururimiz, ajdodlarimizdan qolgan milliy merosdir.